20 sentyabrdan boshlab barcha pensionerlar tekshiriladi degan xabar juda ko'p odamlarni xavotirga solyapti. Men bugun sizga shu masalani oddiy tilda ortiqcha vahimasiz, lekin juda jiddiy tushuntirib beraman. Chunki bu mavzu faqat pensiya olayotgan ota-onalarimizga emas, ularning farzandlariga, yaqinlariga, mahalla faollariga, bank kartasidan foydalanib berayotgan qarindoshlarga ham bevosita tegishli. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, agar siz onangiz yoki otangizning pensiyasini bank kartadan yechib bersangiz, agar pensioner chet elga ketgan bo'lsa, boshqa manzilda yashayotgan bo'lsa, nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga lik bosing va tanishlaringizga yuboring. Chunki ko'pchilik aynan bilmaganligi sababli pensiyasi to'xtab qolishi, ortiqcha to'lov hisoblanishi yoki keyin katta summani qaytarishga majbur bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? Oldin ko'p holatlarda pensiya tayinlangandan keyin odamlar faqat pul kelishini kutardi. Pensiya jamg'armasi, mahalla, bank, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki boshqa idoralar ma'lumotlarni alohida yuritardi. Pensioner tirikmi? Doimiy yashash joyidami? Nogironlik muddati tugamaganmi? Chet elga chiqib ketmaganmi? Boshqa daromad yoki huquqiy holatida o'zgarish bo'lmaganmi? Bularning hammasi har doim ham tezkor aniqlanmasdi. Endi esa tizimlar o'zaro bog'lanib boryapti. Davlat idoralari ma'lumot almashishini kuchayapti. FHDYO ma'lumotlari, migratsiya ma'lumotlari, bank orqali to'lovlar, tibbiy ekspertiza xulosalari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar, ishga joylashish yoki daromadga oid ayrim axborotlar elektron bazalar orqali solishtirilishi mumkin. Shuning uchun 20 sentyabrdan tekshiruv boshlanadi degan gapning mohiyati shuki, pensionerning pensiya olish huquqi amaldagi ma'lumotlar bilan qayta solishtiriladi. Men buni vahima sifatida emas, tartib sifatida tushuntiraman. Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, yashash holati aniq bo'lsa, nogironlik muddati o'tmagan bo'lsa, vafot etgan shaxs nomidan pul olinmayotgan bo'lsa, pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, qo'rqishga asos yo'q. Lekin ayrim holatlarda odamlar o'zlari bilmagan holda muammo ichida qolib ketadi. Masalan, pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketgan, lekin manzilni o'zgartirmagan, yoki chet elga uzoq muddatga ketgan, lekin buni tegishli idoraga aytmagan, yoki nogironlik muddati tugagan, qayta ko'rikdan o'tmagan, lekin pul kelaveradi deb o'ylagan. Mana shunday vaziyatlarda tekshiruv natijasida savollar tug'iladi. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotganlar tekshiruvdan qo'rqmasligi kerak. Agar ularning hujjatlari to'g'ri bo'lsa, masalan, 65 yoshli otaxon 30 yil ish stajiga ega, pensiyasi qonuniy tayinlangan, har oy bank kartasiga pul tushyapti, o'zi uyda yashayapti. Bunday odamdan odatda faqat shaxsini tasdiqlash, yashash holati, bank kartasidan foydalanish tartibi yoki ma'lumotlar mosligi bo'yicha aniqlik so'ralishi mumkin. Bu tekshiruv uning pensiyasini bekor qilish degani emas. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi olayotganlar. Mana shu yerda eng ko'p ehtiyot bo'lish kerak. Chunki nogironlik pensiyasi ko'pincha ma'lum muddatga beriladi. Masalan, bir kishiga ikkinchi guruh nogironlik 1 yilga belgilangan bo'lishi mumkin. U 2023 yil sentyabrda ko'rikdan o'tgan. Muddati 2024 yil sentyabrda tugaydi. Agar u qayta tibbiy ko'rikdan o'tmasa, tizimda nogironlik muddati tugagan ko'rinadi. Natijada pensiya to'xtatilishi yoki aniqlashtirishga tushishi mumkin. Odam esa men kasalman, menga nima uchun pul kelmadi deb hayron bo'ladi. Sabab oddiy. Hujjatdagi muddat tugagan. Uni yangilash kerak. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda bolalarning yoshi, o'qishi, oilaviy holati juda muhim. Masalan, marhum otaning farzandi 19 yoshgacha pensiya oladi. Agar u 12 yoshdan keyin kunduzgi ta'limda o'qisa, ma'lum shartlar asosida to'lov davom etishi mumkin. Lekin bola o'qishga kirmagan bo'lsa, sirtqi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa yoki o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qiladi. Ko'p oilalar mana shu nuqtani bilmaydi. Pul kelib turibdi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lagan summa chiqib qoladi. Masalan, 8 oy davomida har oy 900 ming so'mdan to'lov olingan bo'lsa, 7 million 200 ming so'm ortiqcha to'lov deb hisoblanishi mumkin. 4-guruh chet elga ketgan pensionerlar. Bu masala ham juda nozik. Pensioner Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga farzandlarnikiga ketgan bo'lishi mumkin.
Bir oyga bo'lsa boshqa, 6 oy yoki 1 yil qolib ketsa boshqa. Ayrim holatlarda pensionerning o'zi chet elda bo'ladi. Kartasi esa O'zbekistonda qarindoshida qoladi va pul yechib olinadi. Agar bu holat qonuniy tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, tekshiruvda savol tug'ilishi tabiiy. Chunki tizim pensioner haqiqatan ham yashab turibdimi? O'zi puldan foydalanyaptimi? Vakolatnoma bormi? Doimiy yashash joyi qayerda? degan masalalarni aniqlashi mumkin. 5-guruh vafot etgan pensionerlar nomidan pul olinishi bilan bog'liq holatlar. Men buni ochiq aytaman. Bu eng xavfli holatlardan biri. Ba'zan oila a'zolari odam vafot etgandan keyin ham bank kartasidan pul yechib oladi. Kimdir dafn xarajati ishlatdik deydi. Kimdir biz bilmadik karta ishladi deydi. Lekin huquqiy tomondan qaraganda pensioner vafot etganidan keyingi davr uchun kelgan to'lovlar qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar ataylab yashirilgan bo'lsa, masala yanada jiddiylashadi. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol tegishli idoraga xabar berish kerak. 6-guruh manzili o'zgargan pensionerlar. Masalan, bir bu Samarqandda ro'yxatda turadi, lekin Toshkentda qizi bilan yashaydi. Pensiya Samarqanddagi hisob bo'yicha tayinlangan, mahalla ma'lumotlari ham o'sha joyda. Tekshiruv vaqtida pensioner haqiqatda shu manzilda yashayaptimi degan savol chiqishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin ma'lumotlarni to'g'rilash kerak bo'ladi. Agar vaqtida to'g'rilanmasa, pul kechikishi, qo'shimcha hujjat so'ralishi yoki ish cho'zilishi mumkin. Birinchi misol. 7000 yoshli pensioner har oy 1.400.000 so'm pensiya oladi. U o'zi yurib turadi, pasporti yoki ID kartasi bor, bank kartasi o'zida, yashash manzili ham to'g'ri. Tekshiruv bo'lsa, undan qo'rqadigan hech narsa yo'q. Eng ko'pi bilan idora xodimi ma'lumotni solishtiradi yoki pensionerga bank, mahalla yoki pensiya jamg'armasiga kelib shaxsini tasdiqlash kerakligi aytiladi. Bunday holatda odam hujjatini olib boradi va masala yopiladi. Ikkinchi misol, 58 yoshli ayol nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik muddati 20 sentyabr atrofida tugaydi. U tibbiy ko'rikdan o'tishni kechiktirgan. Har oy 20.700.000 so'm olardi. Tekshiruvda nogironlik muddati tugagani ko'rinadi. Natijada pensiya vaqtincha to'xtashi mumkin. Agar u keyin hujjatlarni yangilasa, ayrim holatlarda to'lov qayta tiklanadi. Lekin kechikish, yugur va asabiylashish bo'ladi. Shuning uchun nogironlik hujjatining muddatiga hozirdan qarash kerak. Uchinchi misol, bir bola otasidan ayrilgan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. 12 yoshga to'lganidan keyin o'qishga kirmagan. Lekin oila pensiya davom etadi deb o'ylagan. Tizim ma'lumotlarini solishtirganda uning kunduzgi ta'limda o'qimasligi aniqlansa, to'lov to'xtatiladi. Agar bir necha oy ortiqcha pul olingan bo'lsa, qaytarish masalasi chiqadi. Bu yerda eng to'g'ri yo'l 15 yoshga yaqinlashganda o'qish shakli, ma'lumotnoma va huquqiy shartlarni oldindan aniqlash. 4-misol, pensioner otaxon farzandlari yoniga Rossiyaga ketgan. Bank kartasi esa O'zbekistonda o'g'lida. O'g'li har oy pulni yechib, oilaviy xarajatlarga ishlatyapti. Otaxon rozi bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy vakolatnoma bo'lmasa yoki pensionerning uzoq muddat chet elda ekanligi bo'yicha tartib buzilgan bo'lsa, tekshiruvda muammo chiqadi. Bu yerda otam rozi edi degan og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Hujjat kerak bo'ladi. 5-misol, pensioner bu vafot etgan, lekin karta keyingi oy ham pensiya tushgan. Nabirasi bu pulni yechgan. Keyin tekshiruv bo'lib, vafot sanasidan keyingi to'lov aniqlangan. Bunday holatda pulni qaytarish talab qilinadi. Agar summa kichik bo'lsa ham, uni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Chunki masala faqat pulda emas, davlat to'lov qonuniy asosda olinganmi yoki yo'qmi degan savolda. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik joy bank kartasi pensionerning o'zida bo'lishi kerak. Albatta, hayotda keksa odam bankomatdan foydalana olmasligi mumkin. Farzandi yordam berishi mumkin. Lekin bu yordam qonuniy va shaffof bo'lishi kerak. Agar pensionerning roziligi bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirish eng to'g'ri yo'l. Ayniqsa pensioner yotib qolgan, yurishga qiynaladigan, chet elda yoki boshqa viloyatda bo'lgan holatlarda bu juda muhim. Ikkinchi nozik joy pensioner tirikligini tasdiqlash masalasi. Ayrim vaziyatlarda, ayniqsa uzoq muddat ko'rinmagan, manzilda topilmagan yoki chet elda bo'lgan pensionerlar bo'yicha tiriklik holatini tasdiqlash so'ralishi mumkin. Bu odamni kamsitish emas. Bu to'lovning haqiqiy egasiga borayotgani aniqlash tartibi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, yaqinlari mahalla
tibbiyot muassasasi yoki tegishli idora orqali qanday tartib borligini so'rab olish kerak. 3-chi nozik joy. Propiska yoki doimiy yashash manzili. Hozir ko'pchilik bir joyda ro'yxatda, boshqa joyda yashaydi. Bu hayotiy holat, lekin pensiya ishida ma'lumotlar mos kelmasa, qo'shimcha savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun pensioner doimiy yoki vaqtincha boshqa joyga ko'chgan bo'lsa, buni yashirmaslik kerak. Yashash manzilini tartibga keltirish, kerak bo'lsa vaqtincha ro'yxatdan o'tish, mahalla bilan aloqani yo'qotmaslik kerak. 4-chi nozik joy. Nogironlik guruhining o'zgarishi. Ba'zan odam 2-guruhdan 3-guruhga o'tadi yoki nogironlik muddati uzaytirilmaydi. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, oldin 1.300.000 so'm olgan odam qayta ko'rikdan keyin boshqa miqdor olishi mumkin. Agar eski hujjat bo'yicha ortiqcha to'lov davom etsa, keyinchalik farqni qaytarish masalasi chiqadi. Shuning uchun tibbiy xulosa o'zgarsa, pensiya organiga xabar berish kerak. 5-chi nozik joy, o'lim holatini vaqtida rasmiylashtirmaslik. Oila a'zolari qayg'u ichida bo'ladi. Bu tushunarli. Lekin FHDga yo'q hujjati, dafn puli. Pensiya to'xtatilishi kabi masalalar vaqtida bajarilishi kerak. Aks holda keyin biz bilmagan edik degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Men har doim aytaman. Bunday og'ir vaziyatda ham oila ichida bir kishi hujjatlar bilan shug'ullanishi kerak. 6-chi nozik joy, telefon raqami va aloqa ma'lumotlari. Ko'p pensionerlarning eski telefon raqami tizimda qolgan bo'ladi. Xabar yuboriladi. Lekin odam bilmaydi. Keyin menga hech kim aytmadi deydi. Shuning uchun pensiya bilan bog'liq idorada telefon raqami, yashash manzili, bank ma'lumotlari to'g'ri kiritilganini tekshirtirib qo'yish kerak. Bu oddiy ishdek ko'rinadi. Lekin ko'p muammoni oldini oladi. Yana bir muhim masala, tekshiruv degani hammani jazolash degani emas. Tekshiruvning maqsadi noto'g'ri, ortiqcha yoki huquqsiz to'lovlarni aniqlash. Agar odamning huquqi bor bo'lsa, u pensiyasini olishda davom etadi. Lekin huquq borligini faqat og'zaki aytish emas, hujjat bilan ko'rsatish kerak. Davlat organi hujjatga qaraydi, elektron bazaga qaraydi, muddatlarga qaraydi. Shuning uchun har bir pensionerning papkasida asosiy hujjatlar tartibli turishi kerak. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjatini tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, familiya, ism yozilishi, tug'ilgan sana, yashi, shashar raqami to'g'ri bo'lishi kerak. Hujjat yo'qolgan bo'lsa yoki muddati bilan bog'liq muammo bo'lsa, ichki ishlar yoki davlat xizmatlari markazi orqali tartibga keltiring. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Yoshga doir nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa to'lovmi? Har birining sharti boshqa. Yoshga doir pensiyada asosan yosh, staj va tayinlangan huquq muhim. Nogironlikda tibbiy xulosa va muddat muhim. O'quvchisini yo'qotganlikda yosh, o'qish shakli va oilaviy holat muhim. 3-qadam. Nogironlik hujjatlarini alohida tekshiring. Agar oilangizda nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasining muddatiga qarang. Muddati tugashiga 1 oy qolgan bo'lsa, kutib o'tirmang. Poliklinika, davolovchi shifokor, tibbiy komissiya va tegishli tartib bo'yicha harakatni boshlang. Chunki bir kunda hamma narsa bitmaydi. Tahlillar, yo'llanmalar, navbat. Komissiya xulosasi vaqt oladi. 4-qadam. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish ma'lumotnomasini tayyorlang. Agar bola egindek yoshdan oshgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'quv muassasasidan ma'lumotnoma oling. Unda o'qish shakli, kursi, ta'lim muddati aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar o'qishdan chetlatilgan bo'lsa yoki akademik ta'til olgan bo'lsa, bu holat pensiyaga ta'sir qiladimi? Albatta so'rab biling. 5-qadam, yashash manzilini aniqlashtiring. Pensioner qayerda ro'yxatda turibdi va qayerda yashayapti? Agar farq bo'lsa, mahalla yoki tegishli idoraga borib, qanday tartibda ma'lumotni to'g'rilash mumkinligini so'rang. Bunda keyin qilamiz deyish yaramaydi. Tekshiruv kelganda shoshilib yurmaslik uchun oldindan tartibga solish kerak. 6-qadam, bank kartasi va ishonchnoma masalasini ko'rib chiqing. Agar pensioner o'zi pul yechmayotgan bo'lsa, uning nomidan kim pul olayotganini aniqlang. Agar farzandi yoki qarindoshi yordam berayotgan bo'lsa, pensionerning roziligi rasmiylashtirilgani yaxshi. Notarial ishonchnoma kerak bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensioner yotib qolgan yoki uzoqda bo'lsa, bu masalani hujjatsiz qoldirmang. 7-qadam, pensiya jamg'armasi yoki tegishli hududiy bo'limga murojaat qilishdan qo'rqmang. Savol bo'lsa,
o'zingiz boring yoki yaqin qarindosh orqali aniqlang. Borganingizda ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank karta rekvizitlari, nogironlik xulosasi, o'qish ma'lumotnomasi, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni olib boring. Hujjatlar to'liq bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. 8-qadam murojaat qilganda yozma iz qoldiring. Masalan, sizga pensiya nega to'xtaganini aytishsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing yoki elektron murojaat qiling. Arizada pensiya to'lovim nima sababdan to'xtatilganini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar ortiqcha to'lov deyishsa, qaysi davr uchun, qaysi asosga ko'ra, qancha summa hisoblanganini yozma tartibda ma'lum qilishingizni so'rayman deb so'rang. 9-qadam, hech qachon hujjatni soxtalashtirmang. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar ma'lumotnoma topib beraman degan vositachilarga ishonadi. Soxta o'qish ma'lumotnomasi, noto'g'ri tibbiy hujjat, yolg'on yashash ma'lumoti keyin katta muammo keltiradi. Bir necha oy pensiya olish uchun keyin sud, jarima yoki katta qarzdorlikka tushib qolish mumkin. Eng to'g'ri yo'l faqat qonuniy yo'l. 10-qadam, oiladagi keksalarning hujjatlarini bir joyga yig'ing. Men tavsiya qilaman, alohida papka qiling. Unda ID karta nusxasi, pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumotlar, bank rekvizitlari, tibbiy xulosalar, o'qish ma'lumotnomalari, ishonchnoma nusxalari, yashash manzili bo'yicha hujjatlar tursin. Tekshiruv yoki chaqiriq bo'lsa, odamlar uyda hujjat qidirib vaqt yo'qotmaydi. Agar pensioner tirik hujjatlari joyida pensiyasi qonuniy tayinlangan, nogironlik muddati o'tmagan, bank kartasidan o'zi yoki rasmiy vakil orqali foydalanayotgan, yashash manzili aniq bo'lsa, ortiqcha xavotir shart emas. Tekshiruv bunday odamning pensiyasini olib qo'yish uchun emas. Aksincha, tizimda ma'lumotlar mosligini tasdiqlash uchun bo'ladi. Lekin kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Nogironlik muddati tugayotganlar, chet elda uzoq muddat bo'lganlar, boshqa odamning kartasidan pul yechayotganlar, o'rindagi yoshdan oshgan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, vafot etgan qarindoshi nomidan pul tushganini ko'rganlar, ro'yxat va yashash joyi mos kelmaydiganlar, hujjatlarda ism, familiya xatosi borlar, telefon raqam va aloqa ma'lumotlari eskirganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Yana shuni ham aytaman, pensiya to'xtasa, darhol vahima qilmang. Avval sababini aniqlang. Ba'zan texnik xatolik bo'ladi, ba'zan bank rekviziti o'zgargan bo'ladi, ba'zan hujjat muddat tugagan bo'ladi. Ba'zan idoralar o'rtasida ma'lumot kechikadi. Sabab aniq bo'lmaguncha pensiyamni olib qo'yishdi deb xulosa qilmang, lekin sukut ham qilmang. Birinchi kundanoq murojaat qiling. Demak, 20 sentyabrdan pensionerlar bo'yicha tekshiruv masalasida eng asosiy gap shuki, hujjati toza, ma'lumoti aniq, huquqi bor odam pensiyasidan qo'rqmasligi kerak. Muammo odatda yashirilgan, kechiktirilgan yoki tartibga solinmagan holatlardan chiqadi. Nogironlik muddati, o'qish ma'lumotnomasi, yashash manzili, bank kartasi, ishonchnoma, vafot holati va chet elda bo'lish masalalarini albatta tekshirib qo'ying. Men ekspert sifatida sizga tavsiyamni aniq aytaman. Bugun oilangizdagi pensionerning hujjatlarini ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga, mahallaga, davlat xizmatlari markaziga yoki bankka murojaat qiling. Bir kun vaqt ajratsangiz, keyin oylar davomida yugurib yurishdan qutulasiz. Sizning oilangizda pensioner bormi? Pensiya to'lovida kechikish, tekshiruv, hujjat so'rash yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men bunday vaziyatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta yuborilgan video kimningdir pensiyasi to'xtab qolishining oldini olishi mumkin.